Minsk jarohati tashxisi qo'yilgan. Zinadan chiqib tushganda, ayniqsa namoz o'qiganda tizzangizni ichki burchak qismida og'riq sezasizmi? Demak, bu videoni oxirigacha ko'rishingiz kerak. Bundan operatsiyasiz tabiiy yo'l bilan qanday qutulish kerakligini aytib o'taman. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men Adhamjon Rahmatullayev, pediatr va kinezologiya mutaxassisi. Ko'pchiligimiz mana Instagramdan bizani kirib kuzatayotganlar, Telegram yoki YouTube sahifasida bizga obuna bo'lib kuzatayotganlar. Hammamizdan ko'p tushadigan savolga binoan video tayyorladik. Tizzamda qirsillash bor. Zinadan chiqib tushganimda, namozda qattim buklab tizzam ustida o'tirganimda og'riq bor. Bu holatda nima qilishim kerak degan savol berishadi. Men shu savollarga umumiy javob qilib, yaxshilab tushuntirib o'taman. Aslida ko'p shu zinadan chiqib tushganda tizzani juda ham qattim oxirigacha buklaganda seziladigan og'riq bu Minsk jarohatidan belgi. Agar shu Minsk jarohatini MRT qilib ko'radigan bo'lsak, uni darajalari bor. 2-3 darajada Minsk yirtilishi deyiladi. Minsk bu ikkita tizzamiz, ya'ni boldir suyagi bilan son suyagini o'rtasida turib, bizani amortizatsiya qilib turadi va harakatimizni yumshoq bo'lishiga yordam beradigan yumshoqroq tog'ay hisoblanadi. Endi bu jarohatlangandan keyin ko'pchiligimizdan tushadigan savol, bitadimi? Yo'q, Minsk o'zidan o'zi yopishib bitib ketmaydi. Faqat o'sha jarohatlangan joyini o'zi ya'ni rubets bo'lib turib, yaraga aylanib, u bizani bezovta qilmay ketishi mumkin. Lekin biza agar MRT dan keyin og'riqlarga vohma qiladigan bo'lsak, uni operatsiya yo'li bilan davolaymiz deyshadi. Ya'ni operatsiya qilib, ikkita kichkina tish orqali, endoskop orqali o'sha Minsk jarohatlangan qismini olib tashab, tozalab, u joyi lazer orqali kuydirib qo'yish amaliyotini o'tkazishadi. Endi xo'p, buni o'tkazdi. Endi biz tinchlanamizmi, og'rig'imiz qoladimi degan savol. Ko'p holatlarda biz kuzatyapmiz, og'riq bundan keyin qolmayapti. Sababi Minskga shu jarohatga olib keluvchi sabab olib tashlanmagan. Faqat jarohat joyini o'zi kuydirib qo'yilgan. Men nimani tavsiya qilgan bo'lardim bemorlarga? Minskni shu holatga olib keluvchi sababni yo'qotish orqali davolash bu ham yaxshi natija beradi, ham kesilmagan holatda tabiiy yo'l bilan bunga yechim beradi. Endi savol tug'iladi, Minskni bu holatga nima olib keladi? Ko'pchiligimiz shu og'riqdan shikoyat qilib borganda yiqilib tushganmiz degan savol bizlarni qiynaydi. Yiqilganmisiz? Nimadan bunaqa bo'ldi? Bemorlar aytadi, "Yo'q, men yiqilmaganman" deydi. Faqat deydi, yurib ketayotib, orqaga reski qarab bordim yoki reski dvijeniya qildim yoki o'tirdim bir joyda, turaman dedim, oyog'imda qirs degan ovoz chiqdi-da, keyin oyog'im og'rib qoldi. Borib MRT qildirdim, Minskingizda razriv, ya'ni yirtilish bo'pti deb aytdi deydi. Endi nimaga bu oddiygina, yengilgina случайlarda, holatlarda Minsk jarohatlanadi? Bunga asosiy va yagona sabab insonni muskul, mushak sistemasini yaxshi ishlamasligi. Ya'ni Minsk o'zi ikkita tizzamizdan tushayotgan nagruzkani ushlab turuvchi tog'ay hisoblanadi. Endi bu nagruzka agar haddan ziyod keragidan oshib ketadigan bo'lsa, u Minsk har doim bosim ostida bo'ladi. Agar shu bosim ostida qolib ketgan Minsk yengil dvijeniyamiz, reski harakatlarimizda yirtilish xususiyati paydo bo'lishi mumkin. Ikkinchi sabab tizza bo'g'imiz ichida qon aylanishi yaxshi emasligi. Minsk ham xuddi yoshimiz katta bo'lgan sari umurtqa pog'onamizdagi fibrozniy kalsiylar kichraygan kabi u ham kichrayib boradi va o'z navbatida degenerativ o'zgarishga uchraydi. Endi bosim shu holatda unga kuchli bo'ladigan bo'lsa, u yirtilishga moyil bo'lib qoladi va yengil harakatimiz uni razriv qilib, yirtib jarohatlab qo'yishi mumkin. Futbolistlarda va og'ir sport bilan shug'ullanadigan mutaxassislarda Minskni jarohati tabiiy holat, chunki ular tizzasi bilan yiqiladi yoki og'ir yuk ko'tarib reski o'rnidan turadi. Lekin odatiy hayotda yashaydigan, sport bilan shug'ullanmaydigan bemorlarda bu narsa bo'lishi mumkin emas, o'zi holat aslida. Lekin mushaklarimizni tizza bo'g'imiga tushayotgan nagruzkani to'g'ri ko'tarmagani uchun, o'sha Minskning ustidagi bosim ko'p bo'lgani uchun yengil harakatlarimiz ham buni yirtib qo'yishi mumkin bo'ladi. Endi agar shu bosimni olmasdan turib, ya'ni Minskni razrivga olib keluvchi sababni olmasdan turib, og'rig'ini qoldirish bo'ladimi yoki u jarohatni jarrohlik amaliyoti bilan olib tashlash bo'ladimi, bu narsa vaqtinchalik effekt berishi mumkin. Biza kinezologiya va pediatr yo'nalishida Minskni sabablarini izladik va bu tizza bo'g'imi atrofidagi mushaklarning bo'shashishidan kelib chiqishini aniqladik. Biz Minsk jarohati bilan kelgan bemorni tekshiramiz.
albatta tizza atrofidagi Minskki bosimini ko'tarib turuvchi mushaklar bor. Bu mushaklarni har bittasini maxsus kinezologik testlar orqali tekshirib, bu yerdagi bo'shashlik qaysi biridadir gipertonus holati qayd qilinadi. Buni normaga olib kelish orqali u yerdagi qon aylanishi va bosimni olib tashlaymiz. Bunda bemor tezda yengillashganini, og'riqlar pasayganini, oyog'ini buklanishi birdaniga yaxshilaganini his qiladi. Keyin bu holat yaxshilagandan keyin u yerda maxsus igla terapiya, fizioterapiya, qo'shimcha muolajalarni o'tkazamiz. Baribir asosiy muolaja bu insonni shu joydagi biomexanikasini to'g'irlash, ya'ni Minskda bo'ladigan bosim kamaytirish, mushaklarni tonusini normaga olib kelish, u joyda qon aylanishini yaxshilash. Bu holat bilan tabiiy va insonga zarar bermaydigan holatda Minskni davolashga erishdik. Hozir mana ko'pchiligimizni yosh katta insonlarda uchraydigan kasalliklar yosh insonlarga ko'chib qolyapti. Ya'ni shu Minsk jarohati ham o'zi aslida degenerativ qarish orqali yupqalashgan Minsk yirtilishi kerak. Hozirda ko'pchiligimizda ko'ramiz, mana 30 yosh, 35 yoshli navqiron yigitlarda ham xuddi shu holat yuzaga kelyapti. Surishtirsak, ular futbol o'ynamaydi, og'ir ish qilmaydi, lekin tizza bo'g'imida Minsk jarohati va artrozning boshlanishi uchrayapti. Bunga asosiy sabab qilib mushaklarimiz ishlamasligi. Chunki ikkita sababga ko'ra xuddi shunaqa tizza bo'g'imi, suyakdagi muammolar kelib chiqadi. Birinchi sabab ozuqani yaxshi yetib kelmasligi, ya'ni qon aylanmasligi. Ikkinchi sabab bu bosimni haddan ziyod ko'payib ketishi, noto'g'ri taqsimlanish. Bu sabablarning ustida turadigan bu tizza bo'g'imiz atrofidagi muskullarning tonusi, ya'ni kuchi hisoblanadi. Yaqinda bir bemor ayol murojaat qilib keldilar. Ular ham yoshlari 25-30 da. Tizzalarda xuddi qattiq buklaganda, zinadan chiqib tushganda qattiq og'riq kuzatilgan. Tekshirtirsalar Minsk jarohati. Biz ular bilan muolaja o'tkazdik. Birinchi muolajani o'zida oyoqdagi og'riq yengillashganda, buklash darajasi ko'payganini his qildilar. Tekshirib chiqsak, ularda Kisero amaliyoti o'tgan ekan. Kiserodan keyin oyoq mushaklarining tonusi o'zgarib ketgan, ya'ni mushaklar bo'shash holatiga kelib qolgan. Shu bo'shashgan mushaklarni nagruzka berib ishlatib, ya'ni hayotiy harakatlarni faol qilganlar va Minskga jarohat orttirganlar. Bu jarohatni 6 kun davomida muolaja qildik va bu bemorimizda 80-90% dori-darmonsiz natijaga erishdi. Endi ularga maxsus davolovchi mashqlarni buyurdik. Bu mashqlarni qilib, inshaalloh 3 oy ichida 100% natija his qilish mumkin bo'ladi. Agar sizda Minsk jarohati, gon artrozi erta bosqichi, ya'ni suyak yemilishining erta bosqichi, zinadan chiqib tushganingizda og'riq kuzatilayotgan bo'lsa, ayniqsa namozda qattiq buklab o'tirganda, tizzaning ichki qismida sanchigan og'riqlar kuzatayotgan bo'lsangiz, ushbu raqamlarga aloqaga chiqing yoki izohlarda Minsk so'zini yozib qoldiring, o'zimiz aloqaga chiqamiz.